Assalomu alaykum, Qozog'iston. Bovurlarim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Sportdagi ozgincha kamchiliklarimiz yuzasidan bizani ma'zur tutasizlar. Biza o'zbek, qozoq bir tug'on. Biza bitta yurt biza. Sport bu 2 yilda bir qilib do'st qiladigan oddiy bir narsa. Biza uni yomon narsaga yo'ymaymiz inshaalloh. Faqat sizlarni qarsaklaring uchun jang qilamiz. O'zbekiston, assalomu alaykum. Men xuddaladim, alhamdulillah. Jigarlar, endi men ko'p gapirmayman. Faqat qonli janglar ko'rsataman. Bo'ldi. Hammaga rahmat. O'zbekiston xudo xolisa pahlavonlaring yo'lga chiqadi, ertaga boramiz, ko'rishamiz inshaalloh. Shirnobod degan qishloqda otam, onam televizor ortidan ko'z yoshlari bilan kutib turibdi, duolar qilib turibdi. Xudo xolisa onajonim, otajonim, men sizlarni xursand qilganimdan xursandman. Sizlar ana endi eng yaxshilarga loyiqsizlar. Men sizlar uchun harakat qilaman. Qozog'iston, O'zbekiston bir tug'on. Только вперед! С кем ты хочешь драться дальше? Erkabo'lan desam, hozir sizlar xafa bo'lmaysizlarmi? Erkabo'lan yaxshi inson. U mehnatkash yigit. Xudo xolasa men ham mehnatkash yigitman, birga zo'r jang ko'rsatamiz. Faqat vaqt bor. Men opit olishim kerak. U opitli yigit. Ozgincha vaqtdan keyin balkim 6 oy, 8 oy, 1 yil, uzog'i 1 yildan keyin birga jang qilib, sizlarga shunaqangi zariyajini boy ko'rsatamiz. Saturn, Ag'abek, Abdumo'minov.